Chelsea o'z tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi. Qiziq, jamoa yangi mavsumni qanday tarkibda boshlaydi? Darvozada Robert Sanchez o'z joyini saqlab qolsa kerak. Biroq yosh iste'dod Mike Penders unga jiddiy raqobat tug'dirishi mumkin. Taxminlarga ko'ra, Xabi Alonso Bayer jamoasida unga katta muvaffaqiyat keltirgan 3-4-3 sxemasiga qaytmoqchi. Shu sababli klub yangi o'ng qanot himoyachisi xarid qildi. Marco Palestra, 21 yoshda, transfer narxi 60 million yevro. U o'tgan mavsum A Seriyaning eng yaxshi himoyachisi deb topilgan. Himoya uchligining o'ng tomonini tajribali va markazlashayotgan Reece James boshlab beradi. Markaziy himoya asosini esa transfer ishlari deyarli hal etilgan Maxence Lacroix egallaydi. Chaproqda Levi Colwill asosiy tanlov bo'lib qolsa kerak. Kukurella jamoani tark etganidan so'ng chap qanot himoyachisi vazifasi Yorel Xatoga ishonib topshiriladi. Tayanch aniq himoyachida Moises Caicedo o'z o'rnini egallab qoladi, ammo uning sherigi o'zgarishi mumkin. Enzo Fernandesning Real yoki Cityga transfer qilinish haqidagi mish-mishlar aslo tinmayapti. Shu sababli Alonso Romeo Lavia'ni Caicedoning yangi sherigi sifatida ko'rmoqda. Hujum chizig'ida esa Cole Palmer o'ng qanotdagi joyini egallaydi, chap qanotda esa klubning yangi xaridi Morgan Rogers harakat qiladi. Markazda esa o'tgan mavsumning eng yaxshi to'purari Joao Pedro asosiy hujumchi sifatida maydonga tushadi.